Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qadamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy majburiy emgak paxtalarini maxsus poyezd bilan to'shishga boshladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka selish jinoyatida paxta mahsulotlari alohida diqqat nuqtasi va jazo nishoniga aylangan bo'lsa-mu, Xitoy navbatda Sharq Turkistonning paxtasini maxsus poyezd ajratib Xitoy o'lkalariga to'shimoqda. Xitoy tashviqot organi Xinhua agentligining bugun e'lon qilgan bir xabarida yaqinda 2000 tonnaga yaqin paxta yuklangan bir yuk poyezdining Sharq Turkistondagi Kuytun bekitidan Xitoyning Shandong o'lkasining Benjo shahriga qarab yo'lga chiqqanligi bu Sharq Turkistondan qatnashga boshlagan tunji paxta tush maxsus poyezd ekanligi qayd qilingan. Xabarda yana mazkur poyezd orqali yetkazish vaqtini 14 kundan 6 kunga qisqartirib bo'ladiganligi, keyingi mezgilda yana maxsus paxta to'shiydigan 4 navbatchi poyezd ko'paytirishni planlaganligi bildirilgan. Navbatda Sharq Turkistonning paxta mahsulot miqdori dunyoning paxta ta'minlash zanjirining 20%dan ko'pragini tashkil qilmoqda. Bu sababli Xitoy shirkatlaridan boshqa yana ko'plagan xalqaro kiyim-kechak shirkatlari Uyg'ur majburiy emgaki bilan ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlariga chetishliq chiqmoqda. Garchi Amerikaning tamojna tarmoqlari navbatda Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonunini ijro qilayotgan bo'lsa-mu, bultur e'lon qilingan bir tekshirish dokumentida Amerika va xalqarodagi partiya sotuvchi shirkatlar sotayotgan mahsulotlarning 19%da Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxtaning mavjud ekanligi, qonga bo'yalgan paxta mahsulotlarining turli usullar orqali bozorga kirayotganligi isbotlangan edi. Xitoyning Qozog'istondagi zulmatlik yuzi andisha paydo qilmoqda. Qozog'istonda Xitoy xaridorlar uchun vakolatan tuqquchi izlaydigan vositachi shirkatlarning faoliyatlari diqqat tortadigan darajaga borgan bo'lib, mutaxassislar uning orqasida odam atkazchiligidan tortib ichki a'zo qorong'u bozorgacha bo'lgan Xitoy markazlik xalqaro jinoyat shoykasining borligi haqida andisini bildirishmoqda. Germaniya ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, ziyonkashlikka uchragan qozog'istonlik ayollar bu haqda ziyoratni qabul qilib, o'zlarining ijtimoiy taratqularda vakolatan tuqquchi izlash e'lonlariga uchrab qolganligini, bu ish uchun taxminan 9 mingdan 13 ming yevrogacha haq taklif qilinganligini, buningdan boshqa homildorlik jarayonida haqsiz tura oladigan uy va oyda taxminan 500 yevro va'da qilinganligini bildirishgan. Bir ziyoratni qabul qiluvchi bu haqda to'xtalib, o'zining TikTok, Instagram qatorliq supalarida aloqador e'lonni ko'rganligini, aloqalashgandan keyin hamma ishning WhatsApp orqali davomlashganligini, keyin uni maxsus bir tug'ish markaziga avatganligini, tekshirishdan keyin homiylik o'tkazishning Qozog'istonda emas, balki Xitoyda qilinishini tavsiya qilishganligini bildirgan. Yana bir ayolmo texmo ko'p haqqa erishish, 2 hafta haqsiz sayohat qilish, yaxshi sog'lomlik mulozimatiga erishish qatorliq va'dalar bilan bu talabni qabul qilgan. Ammo ularning birining homiylik o'tkazish bosqichi Xitoyda emas, Kambodjada elib berilgan. U bu jarayonda o'zlarining naga elib berilganligini uqolmagan. Yana birisi bo'lsa, Beyjingda turgan bo'lib, o'xshashli naga opirilganligi uqtirilmagan. Telefonimi berilmagan. U borgan yerida boshqa 3 ayolni ko'rgan bo'lib, homiylik o'tkazish jarayoni 15 minutdek davomlashgan. Ular homiylik o'tkazishdan keyin Rossiya, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq joylardan kelgan 20 ayol bilan birlikda turganligini, uydan chiqmaslik talab qilinganligini, bir hafta davolash markaziga opirilganligini va undan Qozog'istonga qaytarilganligini aytgan. Ziyorat qilinuvchilar yana beshiga kelgan fojiani so'zlab, bolani tug'ib 3 kundan keyin Xitoy xaridorga ishlaydigan 2 boquvchi ayol kelib, bolani uningdan elib olganligini va Xitoyga elib ketadiganligini aytganligini, hozir bolaning nada ekanligini bilmaydiganligini, uningdan biologiyalik ona huquqidan voz kechganligi to'g'risidagi bayonga imzo qo'yishni talab qilganligini bildirgan. Vakolatan tuqquvchilarni qiltoqqa tushirish uchun xizmat qilayotgan Xitoyning atalmish vositachi shirkatlarining mazkur ayollarga qilayotgan tahdid va besimlari sababli ular advokatga murojaat qilgan bo'lib, voqeani tekshirgan advokatlar yuz bergan voqealardan hayron qolganligini, mazkur ayollarga imzo qo'ydirgan shirkatning Qozog'istonda dori ta'minlovchi sifatida anga elinganligini, imzolangan hujjatlarning Qozog'iston qonunlariga zid ekanligini bildirishgan.
va kelishimda bolaning biologiyalik ota-onasining ismi bo'lishi va ismlarining tug'ilish guvohnomasiga yozilishi kerak. Ya'ni ayol bir juftning ismi bo'lishi lozim, shirkatning ismi emas degan. Advokatlar yana bovoqlarning hozir nada ekanligining noma'lum ekanligini bildirib, voqeaning qo'ramiga yetmaganlar atkaschiligi jinoyatini tashkil qiladiganligini, vakolatan tuqquvchi ayollarning bolalarni qonunsiz ichki a'zo yo'tkash uchun suiiste'mol qiladigan xalqaro bir jinoyat to'rining qurboni bo'lganligini bildirishgan. Ayollarning guvohligi bilan tekshirilishga boshlagan mazkur jinoyat shoykisining Xitoyni markaz qilgan holda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Gruziya va Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga tutashgan bir jinoyat to'ri shakllantirganligi oydinlashgan bo'lib, advokatlar navbatda vakolatan tuqquvchi ayollar nomidan rasmiy arz sungan. Xitoy nupus krizisini hal qilish uchun tipirlamoqda. Xitoy rejimi tug'ish nisbatining tuvanlishi, qiyrilik nisbatining eshishi qatorliq nupus krizisini hal qilish uchun turli tadbirlarni ishga solayotgan bo'lib, bu hafta yana 3 yoshdan tuvan bolalarga to'liqlama puli berish siyosatini e'lon qildi. Xitoy tashviqot vositalarining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi bu hafta yangi e'tibor siyosati e'lon qilib, 2025-yildan keyin tug'ilgan har bir bolaning har yili 3600 yuan to'liqlama puliga erishadiganligini, buning 3 yoshiga qadar davomlashadiganligini, 2002-yildan keyin tug'ilganlarning yuqoridan tuvanroq miqdorda to'liqlama puliga erishadiganligini e'lon qilgan. Xitoylarning tug'ish nisbati 3-4 yildan buyon izchil tuvanlayotgan bo'lib, Xitoy rejimining baldur to'y qilish, baldur tug'ish, ko'p farzandlik bo'lishga rag'batlantiradigan tadbirlari bu yuzlanishni to'sib qola olmagan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bir mo'ljariga asoslanganda, Xitoylarning navbatdagi 1 milliard 400 millionlik nupusi 2100-yilga borganda 800 millionga yetmasligi mumkin ekan. Halbuki Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratgan nupus azaytish siyosati davomli ijro qilinayotgan bo'lib, majburiy tug'mas qilish, nupus cheklash siyosatlari irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir parchasi sifatida izchil davomlashmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.